Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Bizni kuzatib turganingizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga zo'r rasprodaja skidka tovarlar qilib beraman. Xudo xolasa sifatlari o'sha, lekin narxi tushgan holatda bo'ladi. Mana masalan, buni ko'rib turgan tovarlar hammasini 35 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa 35 ming so'mdan. Hozir ham bir xil boshqalari bor. Boshqa xillari bor. Ularni ham ko'rsatib o'taman. 60 ming, 70 minggacha sotilib turgan narsalar sizlarga 35 ming, 45 mingdan qilib beryapmiz. Faqat sizlar uchun eksklyuziv bo'ladi. Obuna bo'lib, обязательно подписаться qilib qo'yinglar mana. Buni ham ko'ringlar mana. 35 ming so'mdan mana shu ham sizlarga batafsil ko'rsatib o'taman. Zo'r tovarlar bor, inshaalloh foydali bo'ladi. Olib ham tema-tem qo'yib sotsanglar ham bo'ladi. Olgan odam ham og'rimaydi nimagaki. Hozir ham chetda 70 ming sotilyapti. Sizlar buni 35 mingdan olib turib 70 dan sotsanglar ham xudo xolasa, masalan, undan ko'proq qo'ysanglar ham bo'laveradi, holatga qarab. Shu, bo'lmasa boshladik, oxirigacha ko'ringlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu o'zi obzorimizni boshladik. Tez narxlar bilan tanishtirib o'taman. O'zi bu yerda ko'p qismini narxi bir xil. Bu yerda mana 36 dan 40 gacha bo'ladi, 5 tali bo'ladi hammasi. Qaranglar, bular bir-biridan chiroyliligini, rasvetkani ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Tezroq zakaz bersanglar ham hozir rasvetka borligida xohlaganingcha terib olsanglar ham bo'ladi, lekin siz kechga qolsanglar terilib qolishi mumkin. O'shaning uchun hozir rasvetkalar borligida bosinglar. 35 ming so'mdan mana shu yerdan qarab ketyapti mana 35 mingdan. Zo'rmi? Mana shu yerdan mana ketaveradi mana shu yergacha 35 ming so'mdan mana. Xohlasangiz skrinshot qilib olinglar. Skrinshot qilib olsanglar ham bo'laveradi mana. Ko'ringlar mana shularni 35 ming. Mana bundan ham zo'r sotyapmiz. Shu tigerligidan o'zi pashti tugab qoldi. 1-2 pachka chiqsa chiqadi, bo'lmasam tugadi. Hammasi bu yerda 90% quyma. Padoshi va shu dahshat mana. Bemalol qayirib, otib, yuvib kiyaverasizlar buni. Yuvib kiysanglar ham bo'laveradi. Bularniki quyma emas, lekin bular ham sifatiga javob beriladi. Yaxshi, xudo xolasa foydalanasizlar. O'zingizga kiyib olsanglar ham bo'laveradi. Masalan, 150 ming so'mga 175 mingga olasizlar. 175 mingga 3-4 kishi bo'lishib olsanglar ham bo'laveradi. Uydagilarga. Mana shu tovar mana hozir ham 70 mingdan, 75 mingdan sotilyapti. Mana hozir ko'rsataman. Faqat o'sha sizlarga ko'rsatgan qora padoshligi 35 ming so'mdan. Sifati lekin bir xil mana. Bularimiz mana shu xillari 70 mingdan. Mana shu ko'rib turganlar 70 mingdan. Faqat o'sha ko'rsatganim qora 35 mingdan. Mana ular ham bor. Yangilik tovar bular. Hammasi qaynoqqina yangilik tovarlar. Hozir uchib turgan tovarlarimizdan zo'r ketib turgan. Bular yangilik chiqdi. Bozorga endi qo'ydik. Bular ham xudo xolasa ketishni boshladi. Mana bunaqalarimiz bor. Mana shuni ham malochni svetni ko'rgan bo'lsangiz 35 ming so'mdan qo'ydik. Bular narxicha balandroq chiqadi, lekin sifatlari zo'r, dahshat sifatli. Assortiment vibr va sero. Kanalda bundan ham ko'p tovar bo'ladi. Bundan ham ko'p tovarlar ko'rishlar mumkin mana. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz nimasi yaxshi? Mana shunaqa rasprodaja skidkalar birinchi qo'yib boramiz. Qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'ygan bo'lsa, sira zakaz berib nima qilib olishingiz mumkin. Biz shu Qo'qon bozoridan dastavkalar chiqaramiz. Manzilimiz Vodiy Qo'qonda. Mana shunaqa bozorimiz, xudo xolasa ko'rib, tanlab, nima qilib o'taverasizlar. Nomer qoldiraman, shoshilamiz. Soni ko'p emas. Hammasidan chiqsa 1-2 pachkadan chiqadi. Obshi 50-60 pachka bo'lganda ham bu hozir gruppaga qo'ysam uchib ketadi. Bugunning o'zida 5-10 pachka sotdik o'zi. Hozir mana ularni ham qo'yaman va shu uchib ketadi. Shuning uchun videoda ko'rishlar bilan siraz o'tinglar. Nomer qoldiraman, shu nomerdan Telegramga yozinglar. Mana shu nomer bo'ladi. O'shanga siraz Telegramdan o'tib yozsanglar yaxshi. Telefon ham qilmasdan shu Telegramdan o'tinglarda kanal tashlab bering desanglar, men sizlarga podrobniy hammasi haqida ma'lumot berib o'taman. Shu. Ko'rishing. Mana bu ham 70 ming so'mdan, 75 mingdan sotyapmiz. Sizlar uchun mana shu qolgan mana shu sho'lidan mana buni ham bor ekan, 4 xil ekan, mana ko'ringlar. 4 xil mana. 45 ming so'mdan, atiga 45 ming so'mdan olasizlar. 45 mingdan olib 80 ming, 90 ming sotsanglar ham sizlar foydadasizlar. Yo'l kiro masalalari bo'yicha aytib o'tay. Masalan, deylik, bir pachka narsa oldingiz, bir pachka olganingizda yo'l kirosi bilan sizga 5 ming so'm ustiga minishi mumkin. Masalan, shuni 45 mingdan olsangiz, qo'lingizga 50 mingga aylanib borishi mumkin. Agar 10 pachka narsa olsangiz, 45 minglik narsa sizga 46 ming, 47 minglarga to'g'ri keladi. Opshiga bo'lib o'rganda. Shularni ham hisobga olib qo'yinglar. 1-2 pachka olganda, lekin guruh olganda shu 5 ming, 6 mingdan minadi. Bu degani bir pachkasi 30-40 minglarga boradi. O'zbekistonda hamma nuqtasiga shunaqa boradi. Xohlasangiz uylaringizgacha, ishingizdan tegacha qilib beriladi, ko'rier xizmati oladi. Unga yana 20 ming, 15-20 ming qo'shiladi. Mana bunaqalarimiz ham bor. Bular ham aytdi 60 ming, ko'p 60 ming, mana shunaqalar 60 ming. Mana ularda shuni boshqa variantlari bu yerda ham xuddi shu sifatdagi narsa, faqat
Mana shunaqa xillaridan 35 ming so'mdan, lekin sifati ikkovsizniki ham bir xil. Hali buni qoralari mana 60 mingdan. Mana shu bitta ko'rib turganlaring 60 mingdan. Mana shu ko'rib turganlaring, lekin ardida ko'rsatganlarim rasprodaja eksklyuzivni sizlar uchun rasprodaja qilib arzon qo'yib hozir sezon ketyapti. Foydalanib qolinglar deb aytyapmiz. Mana ular ham bor mana. Ulardan ham olib foydalansanglar bo'laveradi. Xullas, juda cho'zilib ketmasin videomiz. Bundan ham ko'proq narsa kanalimizda bor. Sizlar o'tinglar, yozinglar. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib kuzatib boringlar bizni. Do'stlar, ko'ringlar mana. Bugun o'zi sotilingan tovarlar mana shu obzor qilib turganimni mana kanalga qo'yganmiz. O'zi ketishni boshladi mana. 5-6 pachka payta turibdi. Yana boshqa joyga olib qo'yganlarim bor. Mana shu bugun o'zida 10 pachkadan oshiq sotdik. Hozir mana borligida olib qolinglar. Hozir bor. Lekin 1-2 kundan keyin tanlanib qolishi mumkin. Sizlar o'tinglar kanalga. Aloqadamiz. Nomerlarga telefon qilinglar. Iloji bo'lsa Telegramdan yozsanglar yaxshi menga.